Assalomu alaykum aziz ayollar. Bu videoyimiz bachadon oldirish haqida bo'ladi. O'tgan safargi videoyimda ayollarimizda hozirgi vaqtda uchrayotgan bachadon polipi kasalligini asosiy belgisi haqida aytib bergandim va videoni oxirida keyingi video bachadon oldirish haqida bo'lishini ham aytib o'tgandim. Hozirgi vaqtda ko'p ayollarimizga bu jarrohlik amaliyoti keng qo'llanilmoqda. Bachadon nima uchun olib tashlanadi? Ko'p hollarda bachadondagi katta o'simtalar, miomalar va bachadondan to'xtatib bo'lmaydigan darajada qon ketish holatlarida bachadonni olib tashlash amaliyoti amalga oshirilmoqda va ba'zi ayollarimizda bachadon polipi, ya'ni bachadonni ichki qavatidan o'sib chiquvchi hosilalar tufayli ham ularni olib tashlash amalga oshirilmoqda. Agarda sizga ham polip kasalligi tufayli yoki kichik bir miomalar sabab bachadoningizni olib tashlashlarini tavsiya qilsa, darrov bunga rozi bo'lmang. Ayniqsa ular o'z ishini haqiqiy mutaxassisi bo'lmasa. Chunki bachadonni oldirib, qovog'i teshilib qolgan insonlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bu xavfli eshitilishi mumkin sizga, lekin chindan ham xavfli. Chunki agarda siz hozir ginekologik muammolar bilan og'riyotgan bo'lsangiz, keyin urologga ham ishingiz tushishiga to'g'ri keladi. Bu yana qo'shimcha operatsiya, qo'shimcha mablag' talab qiladi va sizni sog'ligingiz xavf ostida qoladi. Endi qovoq qanday teshiladi? Bachadon anatomiyasiga qaraydigan bo'lsak, bachadon bilan qovoq bir-biriga yopishgan bo'ladi va ularni ajratib olish jarayonida agarda mutaxassislar ehtiyot bo'lishmasa yoki ular o'z ishini ustasi bo'lishmasa, qovoqqa zarar yetkazib qo'yishlari mumkin va bunda qovoq teshilib qolishi natijasida qovoqdan tinimsiz, ixtiyorsiz ravishda siydik oqib turishi mumkin. Bu juda ham yomon holat va endi siz buni davolash uchun urologga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Urolog sizni qo'lingizdagi teshikni tekshirib, aniqlab, keyin uni operatsiya yo'li bilan tikishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham sog'ligingizni aynan o'z ishini mutaxassisi bo'lgan insonlargagina ishoning.